Hammaga assalomu alaykum. Chorvada rus kanalining ashaddiy obunachilari va YouTube ishqibozlar. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Hikmat Travel bosh ofisiga kelganmiz. Ya'ni Umra ziyoratiga borishni qulayliklari, paketlari, qaytlardan reyslar bo'lyapti. Shular haqida qisqacha ma'lumotni berib ketamiz, xudo xolisa. Assalomu alaykum Akmal aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Aka, biz obunachilarimizga qisqacha bir yangi paketlarimiz, yangi mavsumda qanaqangi bo'lyapti ma'lumotini berib o'tsak. Bo'ladi. Qaytlardan boshlanishiga, qaytlardan reyslarimiz bor hozirgi kunda. Iyun yozning 2-oyidan Namangandan, Farg'onadan, Andijondan, xudo xolasa yana reyslarimiz qo'yiladi. Toshkentdan esa iyun-avgustga har kuni reyslarimiz bor. Uje olindi. Bu shu standart paketimizni endi hozirgi kunda narxlari Farg'ona-Jidda yo'nalishi bo'yicha $995. Toshkent-Jidda yo'nalishi bo'yicha $975. 970.